soat oldin qanday bo'lganmiz xuddi shunday esimda. Nazorat tahririyatida bizada har kuni ertalab mavzu bo'lib berilardi. Aynan o'sha kuni soat ertalabki 10da bizaga rahbarimiz tomonidan, bosh muharrir tomonidan Qibray tuman hokimligiga borasan degan bir buyruq topshiriq bo'ldi. Nima qilamiz u yerda? Bitta deputat bor ekan, o'sha bir ayolni urib tashatdi. O'sha ayol bilan borib turib, bir suhbat qilasizlar degan anaqa berildi, topshiriq berildi. Endi men Qibray tuman hokimligida ayol kishi nima qilar ekan kaltayib yotganmiz desam, o'sha yerga boringlar, matbuot kotibi sizlarni kutib oladi va o'zi tashkillashtirib beriladi degan gap gapirishdi. O'sha paytda Qibray tuman hokimligining axborot xizmati rahbari. Hozir ismlari esimda yo'q, telefon nomerlari bor, bir qarab aytmoqman. Keyingi suhbatlarda hokimiyatga bordik. Hokimiyatga borganimizdan keyin matbuot xizmati kotibining yordamchilari bizni kutib oldi va to'liq ma'lumot berdi. Olim Sulaymonov bir ayolni kaltaklab bekinib olganlari to'g'risida bizga axborot berishdi. Olim aka bekinib olgan. Olim aka bekinib olgan ekanlar. Endi baribir jurnalistik surishtiruv bo'ladi. Bir tomondan o'rgangandan keyin Otabekka ikkinchi tomondan albatta o'rganish kerak, to'g'rimi? Agar xolislik bo'lsa, ming afsuski hammada ham emas u. Biz xolislikka harakat qilganman. Hozir to'lig'ini aytib beraman. Keyin o'shandan keyin biz matbuot kotibi bizani yo'naltirdilar, chiq o'sha Go'rbanisadirka, o'sha yerga bordik. Ayol bor edi, haqiqatdan. Borgan paytda bor edi, ozgina qarshiliklar bo'ldi, baribir kirib borib suhbatlashdik ayol bilan. Ayol meni urib tashladi, shunaqa qildi, bunaqa qildi deyildi. Mayli, u suhbatni oldik. Shu joyga bitta menda savol uyg'onib qoldi-da. Mana urib tashay, Olim aka mayli urib tashabdi, boshqa deyishdi-yu, mayli. O'sha urib tashlaganlarini bir isboti, videosi, biron bir narsasi taqdim eta olishdimi? Hokimiyatdan yo deylik tashkilotdan yo o'sha fuqaro tarafidan. Hech narsa bizaga taqdim qilishmadi. Bizaga taqdim qilingan bitta narsa Genetik instituti rahbari tomonidan bitta video taqdim qilindi o'shanda. Unda ham Olim aka yo'q umuman. Ana yerda ayol kishi baqirib yotgani, shu hali hamma ish bo'lgandan keyin tipa o'sha holatda tashab ketdi degan maqsadda bizga o'sha videoni ko'rsatishdi. Endi men u videoga ishonganim yo'q. Sababi chunki u yerda Olim akaning ishtiroki yo'q. Olim aka yo'q, umuman yo'qda. Bu ayol qanaqa qilib yerga yotib qolgan, uni ham bilmaydi hech kim. Hech kim bilmaydi. Faqatgina o'sha baqir-chaqirlardan iborat holat. Demak, o'sha bolnitsani o'zida Toshkent viloyati matbuot kotibi, Ichki ishlar vazirligi, Ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi Bobur To'laganovga aloqaga chiqdim. Ya'ni shunaqa holat